Uchxonaga darvoza ochuv bo'lsa, do'st ko'p bo'ladi. Hovli toza bo'lsa, baraka ko'p bo'ladi. Shunga Yunusobod, buyog'i 5-detskiy больница, buyog'i 200-300 metr yursangiz, shundan Shaxstanskiy metroga chiqasizlar. Yunusobod mahalla, ko'chasining nomi Elnur ko'chasida 2 sotuvdan 3 ta uchastka chiqqan. Hozirlik ko'rsataman. Chiroyli, fayzli xonadon bo'libdi. Mana kiraverish, mana uchastkamizda bir kulib turibdi. Xo'sh, mana tagida, oshxonaning tagida podvali bor. Ko'chaga bitta sanuzil tashlashgan. Hozir ichlarini tushuntiraman endi. Kiraverishga mana katta joy qoldirishgan. O'ng tarafimiz mana oshxona, suv oladan chiqarib, oqlab, ko'klab qo'yishgan. Hop, stashkalarni ham qilib qo'yishgan. Mana yog'imiz zal, orqada o'zining joylari ham bor. Xo'sh, mana birinchi qavat sanuzili. Yonida yana spalni, orqaga chiqadigan hovllarni ham qilib qo'yishgan. Endi ikkinchi qavatni ko'rsataman. Juda chiroyli, kompaktni qurib qo'yishdi. Mana ikkinchi qavatga chiqdik. Xo'sh, mana yoqda o'zining balkoni ham bor. Bu yoqda bitta ichida sanuzilli mana xonasi ham bor. Ko'rib turganingizdek, oynalarni juda chiroyli tashashibdi. Yerdan tepagacha qilib, mana yana bitta spalni xona. Xohlasangiz zal qilasizlar. Mana yoqda mana tepani sanuzili, yonida yana bitta spalni. Xullas, chiroyli kompaktni korobkamizda mahalla zo'r, suv, gaz, svet, kanalizatsiya hammasi bor. Narxini egalar 180 ming so'rashadi. Yana gaplashadigan joy bor. Pastda egalar nomeri, aloqaga chiqinglar, olib mazza qilib yashanglar, tamom.